Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video obzorimizda yana Damas mashinamiz. Bugun ertalabdan beri 4-Damazim bu akalar. 4-Damas. To'rtalasida ham bir xil kasallik. Klientimiz kelyapti. Bitta joyga borib to'xtadim deyapti. Pastiga deyapti, shunday yog' oqib qolyapti mashinamda deyapti. Pastga kirib, yamaga kirgizib mashinani ko'ryapman, valsalniga ketgan. Valsalnik nima degan savolni beryapti. Tushuntirib beryapman. Unchalik tushunmadi. Shuning uchun shunaqa tushunmaydiganlar bo'lsa, video shofirlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Valsalnikgacha qanday nimalar yechiladi, shularni ham ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu ventilyator, mana shop, krishka, kolinval shkif hammasi turibdi. O'sha men o'zim tayyor qilib qo'yganman. Bularni bo'shatib, yechib, mana shunaqa holatda turadi. Endi bularni birma-bir olib ko'rsataman. Mana lops. Parraga oldik. Orqasidan alyuminni olamiz. Shopni olamiz. Shkif, remen olindi. Korpusni olamiz. Krishkasini mana. Rement. Natijada bo'shatiladi degan rementimiz chiqarib olinadi. Rementni ham chiqarib oldik. Rementni chiqarib olgandan keyin mana shu pastki shkifni ham chiqarib olamiz. Valsalnik mana chiqib keldi akalar. Mana yog' qayerdan oqyapti? Mana shu salnik o'lgandan keyin mana shu yerdan yog' oqadi. Shu salnikni almashtirib yuborsalaringiz, xudo xolasa, cho'ttika bo'lib ketadi.